Assalamu alaykum savoqdaşlar. Bugün biz okumoqchi bo'lgan masalning ismi Anar. Tayyorlovchi Mahinur Uyg'ur. Burunqi zamonda bir podshoh o'tgan ekan. Issiq yoz kunlarining birida podshoh ovga chiqibdi. Kun issiq bo'lganlikdan ular tashnalikdan chanqab ketayotganda bir xarob bog' uchrabdi. Padişah ussuzluq tepishqa aldirab bog' egisining ishigiga kelib, otdan tushmayla. "Uyda kim bor?" deb to'labdi. "Xo'sh, taqsir" deb bir buvay chiqibdi. "Ussuzluqni qandirgudek bir narsang bormi?" deb so'rabdi padişah. "Bor taqsir" deb ikki tal anarni elib chiqibdi. Padişah anarni yeb bo'lgandan keyin "Men bu yurtning podshohi turib, mundaq tatliq anar mening beg'imda yo'q. Bir gadayning uyda bo'lishi menga nomus emasmi?" debdi. "To'xta, men bu anarni beg'imga ko'chirib elib ketay" degan o'yga kelibdi-da, yana anar talab qilibdi. Bog'van ilgirki anardan yana ikkini olib chiqib beribdi. Padişah anarni birli tishlab, voy-voylab, g'azab bilan "Nemishqa hilqi anardan elib chiqmading?" deb varqirabdi buvayga. "Yo'qsu taqsir, o'zlari yegan anardan elib chiqdim" deb javob beribdi buvay. "Undaq bo'lsa, oldida yegan anar nemishqa tatliq, bu nemish uchun achchiq?" "Meningda faqat bir tüp anar darxi bor. Har qaytimda elib chiqqanim shu anardan. Aytqanlaring rostmi?" debdi podshoh g'azab bilan. "Undaq bo'lsa" debdi buvay aymanmasdan. "Ayib bizda emas, podshohimizda. Podshohning niyati buzilgan." "Sen zodi nim demakchi? Podshohning niyati buzilsa, har qanday tatliq narsami achchiq tetiydi" deb javob beribdi buvay. Podshoh buvayning donishmandligiga qoyil bo'pti va o'zining yomon niyatidan yenibdi.